Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 13. Bu qanxorning qo'lida o'lib tugaydigan o'xshaymiz, dedi Sarkarda Avazbek lashkargohga kirgandan keyin qo'ltiqidan uylab turgan Sarkarda Mirza Haydar Dug'latiga qarab. Rahimsizlik bilan urilgan darda uning badanining saq yerini qo'ymagan edi. Beli sirqirab og'riyotdi. Sabr qisila Sarkarda, dedi Mirza Haydar Dug'lati. Xonning 20 yo'lvoz deydigan tamsil bor emasmi? Yo'lvoz xonning yirtqichligi tutsa, odam yemay qolmaydi. O'g'u shundoq. Ammo ashu sho'rpishon lashkarlarda nima gunoh deyla Sarkarda? Dedi Mirza Avazbek ko'zlaridan taramlab to'kilayotgan yoshlarini to'xtatmay. Qarab turibla, zabardast 50 yigitning kallasini oldi. Buningdimi o'ta xunrizlik bo'lamdi jahonda. O'zining dadisi bilan bir qursoq qarindishini o'ltirgan odamdan yana nima mehr shafqat kutgudik? Yana nima mehr shafqat kutgudik? Aman qolayli deydi ekanmiz. Ehtiyot qilmoqlik kerak. Sarkarda bo'libmi Hidoyatullo Eshondan. Lashkarlar orasida uning xufiya paydoqchilari yomrab ketdi. Qattiqroq birni tinig'ilimi bo'lmaydi hozir. Ehtiyot qilish demla. Ehtiyot qilish deganlik yavaşlık bilan o'limni kutish deganlik, dedi Avazbek chiroyiga jiddiy tus berib. Aslidimi o'z vaqtida yo'lvoz xonga agashganimiz xato bo'lgan. Biz bu xunxo'r talvining xuy paylini bilatdiq emasmi? Sultanul muhaqqiqinmish tehi heliqi ishon. Vücudida qilchilik mehr shafqat yo'q bir yalmavuzga qo'l berib murid bo'pdiq. Pir buzruk avliyo deb peshidagi chonglarni ko'zimizga surtibdiq. Shir arslandek 50 yigitning jinnini tilvanmaqti yo'q. Ot quyruqli qilib ketdi ajaba. Ot quyruqli qilib ketdi ajab. U olamga borganda Veylun do'zaxda kuyib kul bo'p ketsam mayli. Kechdim bundaq pirdan. Ko'tirsin undaq sulki ishqiyasini. Ostroq so'zlislar Sarkarda, dedi Mirza Haydar Dug'lati atrofga ehtiyotchanlik bilan qarab etib. U ko'zini Avazbekning chiroyiga sinash nazari bilan tikdi. Bu so'zlarni dard azobiga chidamay devatamla yoki chin so'zirmi? Dadam meni o'g'il bola deb topgan. Dadam meni o'g'il bola deb topgan, dedi Avazbek texmi g'azablanib. Bu gaplarni ufunchilik dard azobga chidamay degan bo'lsam, o'g'il bola erkak bo'lmay ketay. Ashu 50 yigitning o'limi yurak bag'rimni xun qilibdi Sarkarda. Ular meni Sarkardimiz, posibonimiz deb hurmatlaydi. O'tqa desam o'tqa, suvga desam suvga kirishdan bosh tortmaydi. Ularni qarab turib, qo'g'diyammidim yo men? Endi qandoq qilay deyla Sarkarda? So'radi Mirza Haydar Dug'lati yana ko'chilab. Hamini bir o'lim, dedi Avazbek qat'iylik bilan. Ehtiyot qilib, dakki-dukkida choshqandek yashaydigan, ashu xunxo'r xonning yoliqini lalmi itdek yalaydigan bundaq jondan kechdim. Sepilning sirtidagi Ismoilxon lashkarlariga darvozani ochaman. Ashu xunxo'r yalmavuz xon bilan erkaklarcha edishib, o'limim orqali begunoh o'lib ketgan lashkarlarim oldidagi gunoyimni yuyman. Hepbelli, mana endi haqiqiy o'g'il bola, erkak, Bahodir Avazbekdek gap qildilar, dedi Mirza Haydar Dug'lati chiroyiga qoyillik bilan kulgi yugurtib. Agar mush niyatlari rost bo'lsa, mana men sizlarga hamdamda bo'laman. Rost gap qilyapamdilar Sarkarda, dedi Avazbek hayajon bilan.
Şununğa işensiliki, menimi dadam oğul bala dep baqqan. Mirza Haydar Do'lati qo'yindan bir parcha xatni ilib Avazbekka ko'rsatdi. İsmailxon olilarining ya o'qig'i bog'lab avatgan xatini bayotin menmi topshirib olgan. Sizlar bilan mushu ish to'g'riliq muloqotda bo'lib kelay deb otni egariltib tursam, boshlig'iga kelgan bu dechivarchilikdan xabar topdim. Xudo ikkimizning niyat iqbolini bir qilgan ekan. Amisi nimaga qarab turmiz? Sarkarda, darhol darvozani ochaylik, dedi Sarkarda Avazbek. Bundaq oldiroq sonliq qilsak, ajrimiz bekor ketadi. Ishni puxta qilganimiz yaxshi. Sal-palla chandurib qo'ysak, bu döram 50 emas, minglab yigitlarimizning qini behuda to'kiladi. Qo'li qo'msilida tadbirlar bo'lsa ko'rsatilar. Biz İsmailxon olilari bilan maslahatlashib olmayla darvozani ochadigan bo'lsak, niyatimizdan bexabar İsmailxon buni bir hila o'xshaydi deb o'ylab, lashkar tortib kelishdan ehtiyot qiladi-da, Yo'lbosxonning qo'liga naqli tushimiz. Shunga avval bugun kecha ishonchli yigitlarimizdan birini Mirza Babaqbek olilarining qishig'i avataylik. U kishi bizni obdan tushunadi. Shularning javobiga qarab kelishib olgan muhlatda ondan darvozani ochaylik, dedi Mirza Haydar Do'lati. Sarkar janoblari, haraj tortib qoldilar. Shunga sizlar xotirjam yetib, jarohatlarini amlatsizlar. Bu ishni lashkargohga qaytib o'zim bijiray. Ma'qul amsa, shundoq bo'lsin. Ko'p ehtiyot qilg'aylar Sarkarda, dedi Avazbek. Xotirjam bo'lsizlar, dedi Mirza Haydar Do'lati. Bugun kecha lashkarlar orasidagi payloqchi, supi lashkarlarni tamomiy nazarband qilg'aylar. Hamda bir lashkarning lashkargohdan chiqishiga ruxsat qilmag'aylar. Xudo buyursa, bomdoddan burun xush xabar yetkazgayman. 14. Bomdod namozdan keyin Ostonaning Qalg'at darvozasi bilan Oltin darvozadan ko'tarilgan hayvatlik cho'qan suran sadosi butkul Ostonani larzaga keltirdi. O'z haramlarida kechidan beri qilgan ishratvozliqlarining ta'siridan ezilib uxlab ketgan Sulton Yo'lbosxon bilan Hidoyatullo Eshon bu cho'qan suran sadosidan cho'chib uyg'onishdi. Vücudunu əsir qilgan vahimidan badanlarini shurida qora ter bosdi va lağ titredi. Shu an aldirab tinab kiyinishdi-da, har ikkalisi o'rniga shohnishinga qarab yugurishdi. Ahvol chatoq, pirim. Murtad soqiyachilar shahar ichiga bostirib kirdi, dedi Eshon qasrining darvozasi oldida do'qurishib qolgan Molla Soqi bilan Molla Naqi xalifa hasrab ümidiginicha Hidoyatullo Eshonni qarab. Nemish bo'ldi? Aldirmay so'zlasizlar, dedi Hidoyatullo Eshon put qo'lida jon qolmagan holda. Sarkarda Avazbek bilan Sarkarda Mirza Haydar Do'lati osiylik qilib qolgan darvozasi bilan Oltin darvozasini Oqsuv lashkarlariga ichib berdi. Ular hozir shahar ichiga bostirib kiryotdi. Eshonning tapından kirgan bir muz beshidan chiqib ketdi. Ikki chekisi purida tarlidi, chiroyi tatardi. Uningga hozir butkul olam jahon o'yintirilib ketgandek ko'rinadi. Sulton Yo'lbosxon odilariga xabar berdim do'q-pirim. Molla Soqining so'rgan bu savoldan Xo'ja Hidoyatullo Eshon darhol esiga keldi. Bo'g'liq bo'pti. Hamda o'z beshining g'amini o'zi yesin. U baxti qaro shahzoda, dedi Hidoyatullo Eshon aran qo'pirgan imoratining g'ulab tushkunini ko'rgan odamdek hasratlangan holda. Darhol qasrdagi eriq mollarni yig'ishtirib, ot uloqlarni jabdinglar. Haramdagi og'chi buvimlarni xabarlandiringlar. Xo'jazodlar jabdinib tayyor bo'lsin. Ostondan xoniqa darvoza orqali chiqib ketimiz.
İki darvozadan yo'lbostak bostirib kirgan Ismoilxon qo'shini Sarkarda Mirza Avazbek bilan Sarkarda Mirza Haydar Do'g'latining lashkarlarining yo'l boshlashida Udul ordu qarab ilgirladi. Ordu sepilini qo'g'dayotgan Yasavulla ur chop bilan kelayotgan bu hayvatlik qo'shin bilan ilishmayla jinnini yoqaga ilib qochishdi. Şahnisindeki taxtda nemish bo'lganligini texi to'liq anqiranmay, Hidoyatullo ishonni kutib o'tirgan yo'l bosgan. Shahnishinga bostirib kirgan Sarkarda Mirza Avazbekni ko'rib, rangi o'chtida, chiroyi o'likdak sarg'ayib ketdi. Vujudi nahaq o'lib ketgan lashkarlarning qisos o'ti bilan larziga kelgan Avazbek taxtga qistab kelyotdi. O'zini besib og'ayla Sarkarda dedi Shirali Bahodir Avazbekning Yo'lbosxonni o'ltirib etishidan ansirab. Shahzod Yo'lbosxonni qandoq bir taraf qilishga Sultan Ismoilxon olilari o'zi farmon tushirgay. Shirali Bahodirning so'zlarini anglab, Yo'lbosxonning putquliga azroq jon kirdi-da, Avazbekka qarab takabburlik bilan vaqirdi. Paylondan yon, chupranda Avazbek, o'z sultoningga qilich tanglab gunoh qilpatma. Hey Hajjaj, sen öz atangni, öz qirindishingni o'tirsang, gunohga patmaysan-u. Men sendek bir xunzirni o'tirsam, gunohga patamdiman. Seni o'tirgan gunohim uchun kallam ketsimi mayli. İtqallangni öz qo'lim bilan og'in. Avazbek shundoq dedi-da, dahshatli bir nari tortqinicha sakrab berib, Yo'lbosxonning bo'yniga qilich chopdi. Şu haman Yo'lbosxonning boshsiz tini taxtda qing'iyib qoldi. Üzülgan beshi bo'lsa, avval shoh supsiga, ondan yerga do'milab tushdi. Shirali Bahodir Avazbekni to'sishga ulgurolmagan edi. İki osh pishim vaqt ichida Ismoilxonning Sarkarda lashkarlari ostonni to'liq qo'lga oldi. Ismoilxon o'rniga kirib, shohnishindagi taxtda o'tirdi. Jangdan yangan Sarkardalar shohnishinga kirib, o'zlarining ajr to'hpalarini ma'lum qilishdi. Malika Muhtaram xonimmi Yo'lbosxonning amri kabiri Xo'ja Jarrohning beshini bir navkarga ko'tirgizib olgan edi. Janobi Pir Buzruk Xo'ja Abdulla Ishon Hazratlari ko'rinmaydi-ku, dedi Ismoilxon shohnishindagi sarkardalarni bir qo'r nazardan o'tkazgandan keyin. Ma'lum bo'lg'ay, dedi Tavachibek. Mirza Abdurahmon oldiroq chiqib, Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon Hazratlari bir to'p so'pi lashkarlarni agashtirib, ostonidagi ishqiya sulkidagi namusulmon azmilani jazolayotdi. Tavachibekning ma'lumotini anglab, Amrul Umra Mirza Babaxbey cho'chib ketdi-da, oldiroq chiqib, Ismoilxonga qo'l bog'lab turib murojaat qildi. Xon olilari, Ishon Hazratni ishqiya sulkidagilarni jazolashdan to'xtishga farmon tushirgaylar. Hidoyatullo Ishonga qo'l berib, sulki ishqiya yo'lni tutgan avam gunohsizdir. Bundaq poja ilgari Shahzoda Nurdinxon Qashqarni fatih qilgandimi? Shahzoda Yo'lbosxon Ostoniga kelib, taxt tortib olgandimi yuz bergan. Minglagan begunoh ra'iyatning qini behuda to'kilgan. Xon olilari, amdila Ostonni fatih qilib, o'rdiga kirgan mushundaq xosiyatli kunda yana bundaq fojianing takrorlanishi avam orasida fitna fasodga sabab bo'ladi. El ra'iyatning ko'ngli saltanatdan soviydi. Saltanatimiz sülükten mustasno bo'lishi kerakki, zinhor sülük mazhabga homi bo'lmag'ay. Ismoilxonmo xeyli burunla kunlarning birida Saidiya taxtida o'tirish nisb bo'lib qolsa, saltanatni sülük mazhabdan xoli tutish niyatiga kelgan edi. Shunlashqa u Mirza Babaxbekning iltimosini darhol qabul qildi. Farmon, dedi u. Sarkarda Shirali Bahodir Pir Buzruk Hazratimni o'rniga qaytirib kelgay. Farmon berdorman, dedi Shirali Bahodir va minishqa tamshaldi. Sarkarda to'xtab tursular, dedi Mirza Babaxbey Shirali Bahodirni to'xtatib va Ismoilxonga qarab yana murojaat qildi.
İşan Hazretleri adətdə sərkərdlərinin gepiga ancha quloq sep ketmaydi. Xon yorliqi bo'lmaganligi uchun Shir Ali Bahodirning gepiga kirmasligi mumkin. Shunga odilari malol ko'may, bellardagi shahani qochtishi kamarni farmonlarining isboti sifatida Shir Ali Bahodirga bergan bo'lsalar. İsmailxon darhol qochtishi kamarni yashdi. Shir Ali Bahodir bilan "Men bilib boray", dedi Malika Muhtaram xonim. Shir Ali Bahodir bilan "Men bilib boray", dedi Malika Muhtaram xonim. "İcazat", dedi Mirza Babaqbek Malika Muhtaram xonimning hamdamga berishdagi mutosidan so'yinib. Shir Ali Bahodir bilan Malika Muhtaram xonim Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonni izlab topganda, allaqachon Hidoyatulloh Ishonning qasriga bostirib kirgan. Xo'ja Abdulla Ishon qasrdagi Hidoyatulloh Ishon bilan billa qochib ketishga ulgurmagan barliq qariyosh, ayol, so'pi xizmatkorlarni qilishdan o'tkazib, ko'cha rastlardagi ishqiya sulkidagi ozg'unlar deb qaragan 2000 ga yaqin begunoh xalqni qirib tashlashga ulgurgan edi. Gerçi Mirza Babaqbek her qancha tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, Isoqiya sulkidagilarning ishqiya sulkidagilarni o'ldirishidek ichinishlik fojia yana takrorlangan. Ostona ko'chalari qonga bulg'angan edi. Shunday qilib, milodiya 1670-yili yozda Sultan Abdurashid xonning 12-o'g'li Abdurahim xondan bo'lgan 2-nevrisi Sultan İsmail xon Jiyan o'g'li Shahzoda Yo'lvoz xonni o'ldirib, o'zini xon deb jakolab, Saidiya taxtida o'tirdi. Bu chaqda xonqa darvozasini qo'g'dayotgan So'pi lashkarlarning himoyasida ostondan bexatar qochishga muvaffaq bo'lgan Xo'ja Hidoyatulloh Ishon Qashqarga qarab ular tirilishiga boqmay ketib boradi. Oq ot ustida Kochkulga tushib ketgan itdek shumshib o'tirgan Ishonning qo'lisi hasratlik xiyol va qisosxo'rlikqa to'lgan qasamlar bilan to'lib ketgan edi. Ah Tangrim, ey mazar podshohi padari buzruk, ming jafolarda qo'lga keltirgan bu saltanat yana qo'ldan ketdi. Menki kojdalay farzandlaridan madadlarini o'yimag'ayla. Xotirjam bo'lsinki, ey padari buzrukum, bu saltanatni ozg'ini kunda yana qaytirib olaman. Saidiya tasarrufida saodat mansuliki ishqiyaning tug' shaddisini yana javlon qildirman. Ashaddiy raqibimiz Isoqiyachi qora musulmonlarning nijiz tilini o'zlarining qonlariga g'arq qilaman.